ishonmasdim. Iforini hidlamasdan, quchog'iga bormasdan, ko'zlariga boqmay seva oladi inson degan gaplarga. Ammo buni qarangki, men xuddi shunday sevib qoldim. Uzoq bir masofadan to uning iforiga yetmasdan ko'zlar ko'zlarga tushmadi hech. Qo'llar bir-birini his qilmasdan uni sog'inadi har on bu qalbim. Ahmoqmisan? deydi bu aql. Nechun bunday azob bu sog'inch? Axir u seni sevmaydi der. Yurak esa sen boshqacha eding, boshqacha sevding. Pok qalbing ila hech bir manfaatlarsiz sevding der. Rostdan men uni yuziga yoki boyligiga emas, balki qalbiga oshiq bo'ldim. Unga aytmay sevdim. Aslida ham agar inson sevib qolsa, uyalarkan. Uning ko'ziga boqishga, hattoki uni shirin so'z bilan chaqirishga rashk qilarkan. Shunday sevar ekanki, hatto uni o'zidan ham rashk qilarkan. Shunday ekan sevgi bor. Uni qalbi borlar his qilar va